Agar mana shuni sepmasa o'lib qoladi deyapsiz astmatiklar nafas qissig'i. Mana bu kinolarda ham ko'rganmiz-ku. Hozir o'sha astmatiklarni o'sha paytda allergiyasi bo'lgan, davolamaganning hisobiga hozir mana astma kasalligini boshlab olganda, bir so'z bilan aytganda, to'g'rimi doktor? Albatta aka, bu hozirgi paytda dolzarb muammo bo'lib kelmoqda. Allergiyani davolamasa, vaqt o'tishi bilan atopik marsh singari oddiy allergiyalar yoki oddiy yo'tal, bronxial astmagacha progressiv ravishda rivojlanishi mumkin. Bu ingalyatorga keladigan bo'lsak, bu ingalyatorlarning turlari ko'p. Hozirgi kunda bu standartga jina standartiga kirgizilgan, buni doimiy sepib yurish zarar qilmaydi hech qachon. Bemalol bemorlarimiz buni yillar davomida ishlatishi mumkin. Hozir o'rtoqlar vodiy bo'ylab shu burningizdan kirayotgan nafas o'pkagacha pulmonologiya, allergologiya, shu immunologiya bo'yicha mana doktor Sanjarbek ham do'stimiz, akamiz. Xullas bizda allergiya bormi, astma, bronxial astmalar bo'ladimi? Klinikaga kelsa davolab beraverasiz. Albatta aka, bizga nafas siqishi, yo'tal, burun bitishi, nafas yo'llaridagi har qanday kasalliklar bo'lsa bizga murojaat qilishlari mumkin. Biz qo'ldan kelgancha hamma yordamni qilamiz. Dushanbadan shanbagacha qabullari bo'lib o'tadi o'rtoqlar. Manzil yoki lokatsiyalarni tashlab beraman. O'zlari nomerlarini qo'yib qo'yaman. Mabodo qanaqadir allergik holatlar yuzaga keladimi, astmatiklar bo'ladimi? Akamiz bilan bitta bog'lanib maslahat olaverasizlar. Doktor, sizga ham katta rahmat. Bitta like bosib qo'yasizlar.